Какой праздник 23 февраля? Вот сейчас будет. 3 fevral qanday праздник? Sizlarga savol kommentariyaga yozib ketinglar. Bizga, musofirlarga, Rossiyaga boradiganlarga 3-mart qanaqa kun, bayramlari haqida, bularning istoriyasi haqida bilish bizga zarurmi yoki kerakmi? Говорит, понимает. Нет, не знаю. Букв в алфавите сколько у нас? Таджикистан или... У нас Россия. Русский язык? Да, экзамен сдавали. Да. И как сдали? Убили? Да. Mana do'stlar, videorolikni ko'rdingizlar. Bu yerda akamiz aytayapti. Ekzamenni sotib oldingmi deyapti. Yana bir marta sotib oldingmi? Ha, sotib oldim deyapti. Bu narsa qanchalik noto'g'riligini o'zi bilmasdan aytib qo'ydi shekilli-da bu akamiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Uskom TV kanali do'stlar. Sizlar Uskom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugungi xabarlarim Rossiyada bo'lib o'tayotgan musofirlarga qilinayotgan xatti-harakatlar to'g'risida bo'ladi. Batafsil videoni ko'ramiz. Какой праздник 23 февраля? Вот сейчас будет. 3 fevral qanday праздник? В России. Выручай, подскажи ты. Что здесь делать? Какой праздник? Работаете? Русский язык сдавали. Русский язык сдавали? Кто-то по-русски вообще говорит, понимает. Нет, не знаю. Букв в алфавите сколько у нас? Таджикистан или... У нас Россия. Я Таджикистан сам не знаю. Не знаете? А примерно, если? Не знаю, не читал-то. Надо учить. Надо. Встаем! Одеваемся! Одеваемся! Выходим, говорю! Hozir mana videoni ko'rdingizlar. 3-mart to'g'risida savol ketyapti. 3-mart deydi, qanday kun deydi. 3-mart qanday kunligini bizni o'zbegimiz qayerdan bilsin? 3-mart qanday kunligini bilganda o'sha yerda yuradimi? Rus-tilini polni biladigan bo'lsa, sen strokingda ishlaydimi? Boshqa joyga borib qolishini ishlaydi. Sizlarga savol kommentariyaga yozib ketinglar. Bizga, musofirlarga, Rossiyaga boradiganlarga 3-mart qanaqa kun, bayramlari haqida, bularning istoriyasi haqida bilish bizga zarurmi yoki kerakmi? Shu haqida kommentariya fikrlaringizni yozib ketinglar. Bu narsalar bizga nima uchun kerak? Bularning istoriyasi, bayramlari bizga nimaga kerak? Bizga keragi faqat ish bo'yicha gaplashish. Keldim, ketdim, da, net, pulimni ber, ol, qo'y. Ish bo'yicha bizga kerak. Bizga nimaga kerak bularning savollari yoki boshqa bir bayramlari? Meni fikrimga qo'shiluvchilar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga fikrlaringizni обязательно yozib ketinglar. Videoni kengroq tarqatinglar, do'stlarimiz ko'rsin. Hozir bitta video qo'yib beraman, shuni ham ko'ringlar. Qani bo'lmasam ketdi. Русский язык? Да, экзамен сдавали. Да. И как сдали? Убили? Да. Mana do'stlar, videorolikni ko'rdingizlar. Bu yerda akamizga aytayapti. Ekzamenni sotib oldingmi deyapti. Yana bir marta sotib oldingmi? Ha, sotib oldim deyapti. Bu narsa qanchalik noto'g'riligini o'zi bilmasdan aytib qo'ydi shekilli-da bu akamiz. Nimaga deganda, hozir ekzamenni sotib oldim deyapti. To'g'ri, ko'pchilik akalarimiz pul bilan hal qilyapti. Musofirchilik ishlash kerak. Lekin bular buni eshitgandan keyin hammaga tribut qiladiki, ruschani to'liq gapirishiga, bayramini boshqasini so'rashga majbur qiladi. Nimaga deganda, sotib oldim deyapti. Bular deydi, zinachi deydi, hammasi sotib oladi deydi. Undan keyin FMSga boradi, migratsiya sentriga boradi, pul bilan hal qilib berib turganda shunda ishdan oladi. Uni ham oilasiga minus, misol u ham ishlayapti, 1-2 so'm pul bo'lsin deb sizlarga yordam bergan. Aytmash kerak. Sotib oldim ham dema, sotdim ham dema, jim turgani ma'qul deb o'ylayman. Bunga ham qanday qarasizlar? Bu yerda ikkita savol bo'ladi. Ikkalasiga kommentariyaga yozib ketinglar javob. Qaysi biri to'g'ri yo bu akani qilgan ish to'g'rimi? Bizga o'sha gaplar, temalar kerakmi? Bayramlar, boshqa hokazo shularni biz bilishimiz shartmi? Shu to'g'risida kommentariyaga yozib ketinglar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni, kommentariya yozishni esdan chiqarmanglar. Videoni musofirda yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar do'stlar.